qo'ysangiz, mana bu yana klientimizga keldi, Vivomet klinikaga. Hozir eshik tagiga hamma ko'rik yig'ishni boshlaymiz. Hozir bu yerda kauchukli turibdi o'zi. Hozir biz rezina plastmassali yig'ib beramiz bularga. Ko'rik yig'ish jarayonidamiz. Hop, buni uzunligi 10 ta bo'ldi, 1,5 bo'lyapti hozircha. Hali joyiga qo'ygandan keyin yo qo'shamiz yo shu holatda qoldiramiz. Buni qo'ygan masalan, o'tkazib aytganimizdek, mana mamkasi bor, ipapkasi bor. Kerak uzorga qo'yib, mana qo'yilyapti. Xuddi mana oddiy yelim bolg'a bilan turib qoqotsa bo'ldi. Bu tushdi. Bo'ldi, qattiq hisobda bo'ldi. Bugun Vivometga o'zimizdan ko'rik yig'ib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Qanaqa akkuratni zo'r chiqdi. Ha, bu ko'rigimiz 1,5 ga 1,20 lik ko'rik bo'ldi. Katta akkuratni. Peshi zonaga. Kimga shunaqa ko'rikli kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar.